Yordam beringlar. Bu mahluq meni yemoqchi. Yordam. Ular bo'ri emas ekan. Salom hammaga. Yovvoyi sayohatning navbatdagi soniga hammangiz xush kelibsiz. Biz hozir qayerga ketyapmiz? Ayt. Biz hozir Kolbern shimolidagi tashab ketilgan stansiyaga ketyapmiz. Eshitdingizmi obunachilar? Hech qayerga ketib qolmang. Qiziq voqealar hali oldinda. Mening ismim Emmi Swan. Do'stlarim bilan turli voqealar sodir bo'lgan joylarga borib, ularni jonli efirda obunachilarimizga ko'rsatamiz. Shunday qilib, biz shu yerga kelib